Bugun Oliy Majlis Senati raisi Tanzila Narbayevaning topshirig'iga asosan Senatning Budjet va iqtisodiy masalalar qo'mitasi raisi o'rinbosari senator Kobul Tursunov tumandagi ijtimoiy obyektlar faoliyatini joyiga chiqqan holda o'rgandi. O'rganishning dastlabki manzili Bog'saroy mahallasida joylashgan sobiq 72-sonli maktab binosi bo'ldi. Tashrif davomida binoning bugungi holati, undan samarali foydalanish imkoniyatlari hamda uni yana Yakkasaroy tumani ixtiyoriga qaytarish masalalari batafsil muhokama qilindi. Shuningdek, ushbu masala nega shu kungacha ijobiy hal etilmagani yuzasidan tegishli vazirlik va idoralar mas'ullaridan asoslantirilgan axborot taqdim etish, mavjud muammolarni bartaraf etish hamda masalani tezkor tartibda ko'rib chiqish bo'yicha aniq topshiriqlar berildi. Mazkur masalaning ijobiy yechim topishi, tumanda ta'lim infratuzilmasini kengaytirish, qo'shimcha o'quv o'rinlarini yaratish va yoshlarning sifatli ta'lim olishi uchun munosib sharoitlarni ta'minlash yo'lidagi muhim qadamlardan biri bo'lishi kutilmoqda.